10 2025-yilda qanaqa tezlashtirish ko'rsataman. Bu juda oson va xavfsiz. Xo'p, birinchi usulimiz kompyuter yoqilganda ochiladigan keraksiz programmalarni o'chiramiz. Shu narsa kompyuterni juda qiladi, sekinlashtirib qo'yadi. Uning uchun qaranglar. Windows I bosasizlar, Windows I. Windows I ni bosasizlar, mana dispetcher zaдач. Настройка ochiladi. Xo'p, hozir ochilsin. Xo'p, botdan mana bu yerda приложение degan joy. Shu yerga bir marta bosasizlar, kirish kerak. Sekin ishlayapti. Mana kirgandan keyin mana shu yerga botda avto загрузка degan joy bor. Mashga kirgandan keyin avto загрузка degan joy bor. Shu yerga bosasizlar, avto загрузкаga. Mana botga bosganingizdan keyin hammasini o'zingizga keraksizini o'chirib qo'yasizlar. O'z hammasini ham o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. Ishdan hammasini отключить qilib chiqasizlar. Xo'p, ikkinchisi Windows R bosasizlar, botga temp yozasizlar. Enter bosasizlar. Mana bunaqa fayl chiqib keladi. Mana shuni o'chirib olish kerak. Udalить. Hozir udalить qildi. Hammasini o'chirib olasizlar, keyin yana chiqasizlar. Keyin yana Windows R bosasizlar. Endi bu yerda Files keyin Files o'sman chiqdi. Mana shunaqa deb yozib, OK bosasizlar, Enter bosasizlar. Mana shunaqa deb bosganingizdan keyin yana chiqazib beradi. Ularni ham o'chirib olishingiz kerak. Xo'p, bu nimaga nima qilsam desanglar, bu fayllar vaqtinchalik fayllar, hech nimaga keragi yo'q. Bular kompyuterni sekinlashtiradi. O'zingizning kompyuterdan o'chirasizlar uni. Menda juda o'chmayapti. Xo'p, uchinchi usul bu rejim. Xo'p, qiladigan rejimi prosessorini to'liq quvvatlaveradi. FPS ham oshadi. Xo'p, uning uchun Mamutdan poiskga panel deb yozasizlar. Panel управление chiqib keladi. Keyin bu yerdan открыть deb bosasizlar. Hop, ochganingizdan keyin bu yerda elektrik bundan ko'ra menga
nima kerak? Выбор схемы управления питанием. Например, салат красила. Чуть чхали просто. Это не чхали. Qayoqlarga kirib ketibdi bu? Mana qarang. Elektropitaniyaga kirganinglardan keyin mana высокая производительность debdi. Bir xillada mana shunday turadi, bir xillada mana deb turadi. Ko'rib turganinglarda bu высокаяga qo'yasizlar. Bu yana qaytadan tushuntiraman. Bu narxi desanglar, bu o'zining protsessorini полный hamma kuchini ishlatadi, FPS oshirib beradi. Protsessorda hamma kuchini ishlatadi. Hop X bosib chiqib ketasizlar. Hop 4-usul. Hop kompyuterga tugmani bosasizlar, ingichkada, keyin mana свойства deb o'tkazasizlar. Kiradi. Botdan. Mana shundan дополнительные параметры системы bosasizlar. Bosasizlar. Ochib kirgandan keyin mana быстродействиеdan параметры keyin botdan mana shu обеспечить наилучшее быстродействие bosasizlar. Shuni bosasizlar. Xo'p, bu nima qiladi desanglar, kompyuter sekin bo'lsa, chiroyli animatsiyalarni o'chirib tashlaydi, tezligi oshadi. Mana o'qqa bossanglar, shunga qo'yib, bo'ldi. O'qqa bosib chiqib ketaverasizlar. Kompyuter ko'rib turganinglarda normal ishlayapti. Kompyuter emas, notebook bo'lganda. Agar yana Windows bo'yicha videolar chiqishini xohlasanglar, like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr. Mana shunaqasiga sizlar ham notebook kompyuteringlarni tezlashtirib yuboringlar. Hammaga xayr. Like va podpiskangizdan chiqmasin.